Assalomu alaykum Dilsoxon, assalomu alaykum Ziyodaxon, assalomu alaykum qirolichalar makoni, qirolichalarim. Bugun mana ilk bor sizlar bilan ko'rishib turibmiz podkastimizni va nihoyat yo'lga qo'yishni niyat qilib bugungi kunga ekan vaqtimiz. O'shaga kelganinglarga hammalarga tashakkur aytaman. Komandamga tashakkur aytaman bizni qo'llab-quvvatlab o'rganligi uchun va biz tadbirda ko'rishganimizdek, va'dalashganimizdek biz qizlarimizga chiroyli maslahatlar, ulardan qandaydir maslahatlar olishimiz mumkin. Faqat savol beringlar demaymiz, bizga maslahat beringlar deb murojaat qilishimiz mumkin. Ichki va tashqi ayolni chiroyi. Bahor keldi. Hammamiz chiroyli bo'lgimiz keladi. Shuning uchun sizlar bilan boshlashni niyat qildik. Kosmetologiya bu ayol uchun menimcha birinchi o'rinda kerakli soha. 21-asrda kosmetologiya deganda har xil yo'nalishi ochilib bormoqda. Buni to'g'ri yoki qandaydir asoratli taraflari ham bor bu sohani. Shuni men o'zimda ham asorati bilan sizga ham aytdim, Ziyodaxon sizga ham aytdim. Men sizlar uchun живой keysman deb aytaman doim. Bu narsani o'zimda qiziqtirganligi uchun sizlar bilan suhbat yuritmoqchiman. Boshlanishiga men Dilfuza Mamatjanova coachman qizlar. Coach deb birinchi o'ringa meditsinani qo'yaman albatta, negaki o'zim vrachman. Ikkinchi sohada rivojlanishni gapiradigan bo'lsam, albatta bu psixologiyaga taalluqli va endi o'zimni millatimda, o'zimni yoshimda ulg'ayganligim uchun albatta ma'rifatni ham qo'shib o'tamiz, chunki bu bizni o'sha hayot tarzimiz deb bilaman. Men mana shunaqa mutaxassisman, o'zim coach deb nomlab olganman. Agar ruxsat bersangiz Dilsoxon, siz o'zingiz taqdim etsangiz. Chunki inson o'zini o'zi taqdim etayotganda qayerini, qanday urg'u berib o'tib ketishligini yaxshi biladi. Shuning uchun sizdan boshlaylik Dilsoxon. Rahmat. Avvalo qirolichalar makoniga birinchi bo'lib bizlardan boshlaganingiz uchun va bizlar taklif qilganingiz uchun. Men Dilfuza Sabirova, vrachman, neonatolog, o'zim spetsim va yaqinda spetsializatsiya qildim endokrinologiya. Chunki bu meni kosmetologiya soham uchun juda ham zarur bo'ldi. Chunki har bitta yuzdagi holat sizni ichki holatingizni ko'rsatib beradi. Yuziga qarab o'zi shunaqa bitta gap bor. Patsientingiz eshikda oldidan siz oldingizga kelgunicha siz unga diagnoz qo'yib bo'lishingiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Uni qayerda nima muammo bor, shuning uchun yuzida bu o'zgarish bo'lyapti. Sizni bu yuz oynangiz asosan oyna hisoblanadi. Avvallari to'g'ri kosmetologiya unaqa darajada rivojlanmagan. Men o'zi kosmetologiyada 24 yildan beri ishlayapman. Buni tashkil qilib, rivojlantirib, elga tanitdik desam ham bo'ladi. Bu maqtanishga kirmaydi, chunki buni meni ko'rayotganlar, meni taniganlar hammasi yaxshi biladi. Chunki biz kosmetologiya ochganimizda hamma qo'rqardi kosmetologdan, chunki bir ajoyib maqollarimiz bor edi. Yuzga muolajadan, chunki bizga singdirib kelingan. Yuzga har xil holat tegma. Vaqti kelsa birorta bir krem surkashda ham, kremda ham surkaman, negaki ajin tushadi derildi. Shunaqa sharoitda katta bo'lgan pokoleniya deydimi, avlodimiz. O'shanga to'g'ri aytyapsiz, eslayman o'sha davrlarni. O'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa, bilasizmi, menda ham shu fikr bor. Uстановkalar bor ekan. Qarang, hozir siz gapiryapsiz, o'zimga shunday qalbiga tushyapti. Ha, demak, men yolg'iz emas ekanman, savoli ko'p odam. Chunki men haligi biz A'dan boshlaganman desam ham bo'ladi, haligi qazish bilan teng ishlarni olib borganman deya olmayman. Chunki har bitta insonga bu sizga unaqa holat keltirmaydi, chiroyli bo'lasiz, yuzingiz yaxshi bo'ladi va buni har bitta holat tushuntirib, günimizcha shuncha yillar o'tdi, kosmetologiya yana ham rivojlanyapti. Rivojlanayotganidan xursandman.
yana ham chunki bizni o'sha paytda o'ylagan orzularimiz hozir amalga oshyapti. Chunki u paytda patsient kelganda sразу siz uni 15 kunda turishini yozib chiroyli qilib qo'ya olmardik. Haligi krem tayyorla, maska qil, parafin qo'y, massaj qil. Biz o'zimizni ishimiz ko'p edi. To'g'ri. Unga krem tayyorlab ber, yana hammasini o'zimiz bajarganmiz-da. Hozirgi kunda hammasi tayyor kelyapti. Men hozirgi kunda chiqayotgan kosmetologlarga havas qilaman. Chunki bular tayyor mahsulotni qiladi, tayyor. Qayerga ta'sir qilishi, nima qilishi, qayerga qaysi tochkaga qanday qilishi va bular uchun ustozlari ko'pligi uchun ham xursandman. Biz paytda ustoz istaganmiz, yaxshi ustoz. Kimga borsak zo'r bo'laman, kimga borsak bizni haligi savollarimizga javob topa olamiz. Shunaqa savollar bilan qiynalgan. To'g'risi men o'zim qiynalgan narsani aytyapman-da. U kremni olib unga qo'shib, buni bunga qo'shib, unga parashoklar qo'shib, kremlar tayyorlab, shu nima deydi, muammolar hal qilishga harakat qilaman, lekin hozirgilarga havas qilaman. Mana shu savolni, mana shu joyiga yana bir savol bor. Uni yana beraman u savolni albatta ikkalalarga. Ziyoda ko'p gapirdim. Siz gapiring. Endi ruxsat bersanglar, Ziyodaxonam, Ziyodaxon. Men gapim ko'p, lekin men to'ldirib yuboraman shu savat. Men o'ylaymanki, qirolichalar, men o'ylaymanki, gap ko'p. Bizni ham sizlarga beradigan gaplarimiz ko'p. Savollaringizga javob berishlik uchun o'ylaymanki, bu bitta podkast bo'lmaydi. Bu целый seriya podkast bo'ladi. Shuning uchun shoshilmasdan hammasini batafsil sekin. Ziyoda mana zamonaviy kosmetolog. Ziyodaxonga so'z bersak, Ziyodaxon ham o'zini taqdim etsa. Assalomu alaykum. Avvalambor Dilfuza opa, katta rahmat. Shunaqa qirolichalar makoni обществосini organizatsiya qilganingiz uchun birinchidan, ikkinchidan bizni rostdan ham birinchi mehmonlar qilganingiz uchun. Siz men bu narsani qilishda qayta qizlar. Ismim Ziyoda. Yaqindan beri Ziyoda Abdurahim deb o'zimga taxallus oldim. Otam ismini увековечить qilish maqsadida. Ozgina ruscha qo'shaman, bu bemalol bu yerda ochiq suhbat, o'shuning uchun auditoriyamiz ham o'zimizga o'xshagan paytim hammasi. Rahmat. Kosmetologiyaga kelgan, medinstitutni bitirganman, men ham vrachman, dermatologman, kelgan kosmetologiyaga spetsializatsiya qildim. 5 yil bo'lib qoldi. Ish boshlaganimga aytganimdek, Dilfuza opa to'g'ri aytdi. U zamonlarda juda qiyin edi. Preparatlar postavkasi ham qiyin bo'lgan Dilfuza opa, chunki biz foydalanganmiz u mahalda, bular xizmatlaridan foydalanganmiz. Qiyinligini bilaman. Menga akne bo'yicha va botulina terapiya bo'yicha o'zimni ekspert hisoblayman. Qolgan hammasini ham qilamiz, hammamiz ham u yoki bu nima deydi, chistotada. No, eng yaxshi qiladigan ishim deb shuni hisoblayman. Akneni etiopatogenetik davolash va botulina terapiya. Juda lekin kosmetologiya juda ham keng, очень широкий спектр услуг. Lazerная kosmetologiya juda ham hozir men havas qilib qarayotgan tomon, yurmoqchi bo'lgan tomon. Правильно затронули эту тему. Смотрите, qizlar, mana shu joyda Dilfuzaxon aytgandek, to что parashoklarni qilib biz o'zimiz qilishimiz kerak edi degani, bunga alohida savol kelgan edi. Biz qandaydir televideniyega borib, boshqa prямой efir qilib, aholi bilan gaplashayotganimizda Ziyodaxon bilgedi. Shunaqa savol kelganki, nega niqoblarni tavsiya qilmayapti mutaxassis ekan? Nega bu uyda qiladigan ana shu qattiq surish mumkin emas, ko'p asoratlarga duch kelishi mumkin, ya'ni kislota degan hozir doslovno aytib bera olmayman, no shunda biz shunaqa savol olganmizki, nega niqoblarni ota-bobolarimiz vaqtida buvalarimiz qilib kelgan, chiroyli bo'lgan, nimaga hozir katta nimaga chiqib olib unaqa deyapti? Ya'ni ana shu siz aytgan, biz effekt olguncha hozir tayyori bor deganiga. Shu savolni yana bir qator yoritib chiqsak, men kosmetologiya bu agar mablag' tarafdan yondashadigan bo'lsak, hamma ham o'ziga meditsina privilegiy. Da. Hamma ham o'ziga bu narsaga ruxsat berishi qiyindir, balkim. Ya'ni men bilmayman. No, shunaqa holatda ham niqoblarni, maskalarni deb gapirish, чтобы было понятно, qilish
tavsiya qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Qanday? Shunda men uyda o'tirib shunaqa gap bor edi, iste'mol qilayotganki narsani tashqariga ham degan nimani ham o'qiganmiz qayerdadir. O'shuning uchun surkamaymi? Bu yerda jichcha Dilzopa men anaqa podkastda bo'lgan joydan olib ketsam, men aytgandim, hozir tayyor kremlar bor, tayyor uy parvarishida mahsulotlar bor. Katta kompaniyalar katta oylik berib, ozgina bo'lsa ham bu bizning eng katta baryer, himoya baryerini organimiz. Ozgina bo'lsa ham ichkariroqqa kiradigan narsalar o'ylab topish, katta pulga o'ylab topish bilan band bo'lganda biz hali ham niqoblar yoki bo'lmasam meni praktikamda ko'p bo'lgan, Dilzopaning praktikasida ko'p bo'lgan, ya uverенно keladi, qattiq surganman, dog' tushgan yoki bo'lmasam qulpinali maska qilgan. Ularda hammasida kisloti bor. Ya'ni uy sharoitida kiradi. Qattiqni qilma, olmani qilma, qulpinayni qilma, lekin drojjani qil, ya'ni nima, bodring, бесполезно, lekin foydasi yo'q. Qilaversin. Если ее это радует, то, пожалуйста, пусть делает. Lekin shunda aytgandim, nimaga qattiqni qilmaslik kerak? Hamma qattiq surib, hamma dog' bilan yurgandir, Dilzopa. Hozir biz yuzimiz основной prioritet, go'zal bo'lishi. Onangiz bilan sizni onangiz, Dilzopa, meni onam bironta tirishi uchun переживать qilganmi? Hozirgi pokoleniyada yo'q. Всем было нормально. Dog'i uchun переживать qilganmi? Keratomalar, yoki bo'lmasam возрастной lentiga deymiz. Dog'lar paydo bo'ladi-yu, starchеский, qarigandan keyin tanga-tangadek yuzida. Никто по этому поводу не переживал, не делал из этого трагедии. А hozir biz bironta hamma bizni kasallarimizni ko'ring, so'rang Dilzopadan. Ozgina buni qilib bo'lsam, mashina yo'qotaylik deb turadi. То есть делайте, пусть, lekin qattiq qo'yib katta kompaniyalar senga tayyor krem qilib bo'lgandan keyin hamma vaqtingni, pulingni, resursingni shunga to'g'ri yo'lga sarfla. Nimaga biz mana bunaqa telefonga qaytmoqchi emasmiz uyda? Mana ham telefon, ham kompyuter. Qattiqda tabu. Нет, не надо. 2-3 kun turib qolganimizda точно молочная кислота foizi, pH qattiq surtmaymiz. Da. Dilzopa, siz Qattiq emas. Men o'z tajribamdan kelib chiqib aytaman. Menga shunaqa ayollar kelganki, hatto shu nimada, Telegramda, telefondan ko'rib maskalar tayyorlashganda bir ayol kelgan, kelinchak bo'lgan, xo'jayini Moskvada bo'lgan, buni aytmasam bo'lmaydi. Shu ko'z atrofiga, to'la yuziga shu maskasini tayyorlab qo'ygan. Maskani tarkibi peroksid qo'shiladigan bo'lgan, peroksid foizi bo'lgan. Lekin bu foizni tushunmaganda, u kuchli foizdagi peroksidni qo'shib maskani tayyorlab qo'ygan. Oqarib, oq dog' bo'lib qolgan. Nastoyashi ko'rsangiz, oq vitiligoni holatini beradi u qizga. Shunaqa holati yomon. Endi buni bo'yab qo'yinglar, deyapti. Lekin oq bo'lib ketmaydi u. Terisini kuydirib, jирный sloygacha borib eritib yuborganda. Shuning uchun men shundan aytamanki, maskalarni unaqa uy sharoitida undan eshitib, bundan eshitib yoki uni ko'rib, hozir 3 ta odamdan bittasi maska tayyorlash chiqyapti-da. Lekin uni aniq bilib mutaxassisdan so'rab, mutaxassis ruxsat bersa, hozir hamma sohada mutaxassis bor. Hamma sohada qo'lida diplom bilan o'qiyapti, mutaxassisdan so'rab qilsa bo'ladi. To'g'ri, sizni kremingizga sharoitim yo'q, shu maskani qilsam bo'ladimi? Qaysidir paytda javob bera olmaymiz, lekin berishga harakat qilamiz. Chunki ular bizni o'zimiz yaxshi ko'rgan ayollarimiz. Demak, mana shu joydan boshlab kosmetologiyada aynan ana shu kosmetologga yetib kela olmagan ayollarimiz bo'lsa ham baribir yetib kelishni tavsiya qilaman. Anvar. Shu joyda bitta reklama qilib ketmoqchiman. Ruxsat bersanglar. Bemalol. Shu narsalarni inobatga olgan holatda o'zimni kremlarimni reklama qilib ketmoqchiman. Bemalol. Biz mana ko'pchilik bizda mana shu dog'dan shikoyat qilib keladi va ko'p kosmetologida shu dog'dan o'ziga ishoning, kelgan odamga mana qildingizmi desangiz han deydi. Hamma narsani qilib bo'lgandan keyin, dog'i ketmagandan keyin kosmetologga keladi. Hamma narsani qiladi. Qo'shnisi aytganini ham, boshqa qolmaydi, dog'ini yana ham chuqurlashtirib bizga keladi kosmetologga. Shunaqalarni hisobga olgan holatda men o'zim shunaqa sharoitni ko'tarmaganlar uchun
kremni Dasturni, tayyorlaganmiz. to есть hamyonbop hamyonbop kremlar tayyorlaganmiz. Shular uchun bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Reklamli pauza. judayam yaxshi. Aslida bu reklamli pauza emas, aslida mana shunday imkoniyat borligini kengaytirish maqsadimizligi uchun makonimizda, o'zimizda, Andijonda, obrazovanniy, o'zini ishini ustalari borligini ko'rsatib berishlik uchun, поэтому bu aslida reklamli pauza demaymiz qizlar, aslida bir-birimizga yordam qo'l uzatishga Shu joyda bitta fikr tug'ildi. Dilfuzichka. bemalol, конечно. O'zi mana shu qirolichalar makoni degani yana bitta narsa aytmoqchiman. O'zi ko'p narsa aytaman, ko'p narsa aytaman deb kelganman. Bu makonda o'zi asosiy vazifamiz mana shu bu yerda tema chiqib, o'zini maqtash yoki qaysidir temani aytish emas. Bu yerda qaysidir insonlarni yordam berish, kimgadir qaysidir masalada shu bizga muhtoj bo'lganlarga, xohlaganlarga shu qaysidir holatida, qaysidir tomondan biz shularni qo'llab-quvvatlash uchun shu qirolichalar makoni ochilgan. Xudo xohlasa, qaysi sohadan, yuzmi, mana meditsina tomondanmi, hozirgi kundagi endi kosmetologiya birinchi o'rinda turyapti-da hozir. Shuning uchun kosmetologdan boshlab, oldin yuzimizni chiroyli qilib olaylik, keyin gaplashaylik. Shuning uchun shu holatlarda sizlarga nima kerak bo'lsa, qo'limizdan kelganicha, Alloh qodir qilganicha yordam berishga tayyormiz. И mana qizlarga ikkalanglar bilan suhbatlashib, конечно, kadr orqasida ham ko'p suhbatlashamiz. Meni og'riqli nuqtam bor. Sizga ham aytib berganman. Yuzimda hozir botoksim yo'q, lekin men ham chiroyli bo'lishni xohlayman. Men ham meditsina bo'lib, ana shu yuzidagi pitoz degan narsani o'zimda ko'rasammi? Ko'raman. Manaqa qilib kameraga qaraganimda tushunaman, kameraning orqasida mutaxassislar bor va bunday qilsa bo'lmaydimi, bunday qilsa bo'lmaydimi degan narsalar bo'ladi. Bu narsani hammasini bilib, tushunib kelgan holatda o'zimni bo'lgan, boshimdan o'tgan narsani aytaman. Botoks qilyatib, shunday bo'lganki, meni tomirlarimni расположенияsi joylashi yuzakiga. Uni inobatga olmaganmi, shunaqa bo'lgan, что tomirga tushib qolgan. Ana shu toksin tomirim bilan ko'zim atrofida qotib qolgan. Ertalab turgandan keyin Koroleva benzokolonкini deb hali kino bor. Bunday ari chaqib borib yuzi ishib ketganda, men ham shunaqa bo'lganman. Borsam, opa o'tib ketadi bilan 3 kunda o'tkazib yuborganman. Opa diqqat qilmang, вы сильно нервничать qilyapsiz, o'tib ketadi deb. O'tib ketmagan. Ana shunday ko'zim qiyshayib qotgan. Diqqat bo'lgansiz. Diqqat bo'lish u yoqda tursin. Meni ish jarayonim odamlar bilan bog'liq edi. Bilasizmi, nimaga ba'zida har xil voqea, hodisalarga, har xil bo'layotgan ishga tan berish kerak? Ana shu kunlari meni yuzim qiyshayib turibdi. Yugurib borib xameleon ochki taqqanman. То есть auditoriyaga kirganda ham yechmasligi kerak bo'lar edi. Xameleon ochkini taqdim. Moskvadan Vinogradov degan neotложная неврология deb Putinning klinikasida отделениесini boshlig'i professor akademik odam kelgan. Ularga biz hamkor biznesda 200 ta odamlarga katta anjuman tayyorlayapmiz. Fakt to, что men qiyshiq. Shu odam bilan obed qilyapti. Haligi kitobi ham bor, если что, rilsga qo'yib ketamiz. Dilfuzichka deb kitobini ham nima qilgan, standartlari bo'yicha как это все, чтобы и рассосалось deganda. Shu odamga nima qilganimdan keyin antidota nima? Shuni to'g'rilasa bo'ladimi? Sizlar bilasizlarmi shu narsani? Agar shunaqa holat bo'lib qoldi yoki botoksdan qo'rqadi, вот есть такое. Men bilaman, что botoksmi? Yo'q degan ko'p to'qnashaman. O'zimda xo'p degan tarzda ham
yo'qqa aylanib qolganman. Shunda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda Shunaqa holat kosmetologni ayblamayman. Yo'q, ayblamaymiz. Siz o'zingiz tanlovsizda bo'lgan. Конечно. Chunki menda ham Конечно. ko'pchilik kelsa, men aytaman, kosmetologda emas, tanlov sizda bo'lgan. To'g'ri. Ikkinchisi, bu birinchidan sizni tanlagan mutaxassisingizga bog'liq. U sizga qanaqa xizmat qilgan? 100% to'g'ri. Vrachmi, vrach emasmi? Men kosmetologiyaga qarshi emasman. Juda ham ko'payyapti, rivojlanyapti, yangilar chiqyapti. Chiqsin, ko'paysin. Chunki bunga talab ham ko'payyapti kosmetologiyaga. Men hozir o'sha ayblamasdan shu qizlarimizda ham agar masalan qilgan ishida bitta ikkita asorat bo'lgan bo'lsa, indamasdan, o'tirmasdan undan men opitimga olib bormoqchiman hozir gapni. Shuning uchun bu narsani o'rtaga tashladim. Shunga Chiqadi qizlar. Endi bu asorat bo'lsa, botoksda asorati srazi ketmaydi. O'sha paytda baribir o'sha o'rtada 5-6 oy o'tish kerak bo'ladi, hech bo'lmasa 2 oyda. Shuning uchun baribir botoksni mutaxassis qilish kerak. Asoratini davolagandan ko'ra uni to'g'ri qilish kerak deb o'ylayman. Chunki u asorat baribir sizni o'sha 2 oy paytda, 3 oy paytda sizga yaxshi holatga keltirib chiqarmaydi-da. Uni srazi ketkizmaydi. U sizga to'g'risini aytaman, bu ochiq anaqa bo'lsa ham, kosmetologlar eshitayotgan bo'lsa ham, botoksda u qilinayotgan осложнение to'xtatamiz, qilamiz, davolab beramiz, u bo'lmaydi. Время. Baribir vaqt. da. Chunki u yerda nerv o'zi ishini tugatgan bo'ladi. Yangi nerv ishlab chiqib, yana innervatsiya qilish uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun baribir botoksmi, fillermi o'zini mutaxassis qilish kerak. Qolgan ishlarni ham o'zini mutaxassis qilish kerak. Shunda mana sizlar protsedurani qilasizlar, обкалывание qildi и temperaturni rejimini tavsiya qilasizlar, issiq qo'ymang deb. Shunda ana shu issiqqa kirmaslik, parlanmaslik, nima qilmaslik, действительно o'sha narsa kesadimi effekti? Yo'q, kesmaydi. Bilmadim, yana Ziyoda o'zini tajribasidan kesmaydi. 2 minutda o'zi ta'sir qilib bo'ladi botoks. Bo'ldi, undan keyin o'sha u sizning narsalaringiz u просто gaplar. Botoks kiradi, Dilzopa ishini qiladi, chiqib ketadi. Все. Нервно-мышечная передачani разрушить bo'ldi. 36 soatda u qonda yo'q, umuman organizmda yo'q. U degani ya'ni zastыла. Da, men keldim, qo'pol qilib aytsam, botoksman, keldim, uyni buzib ketdim. Все. Sizni o'zingiz organizmingizga bog'liq. U uyda qanchada qurib olish? 6 oyda qurasizmi, 1 yilda qurasizmi? Lekin meni ham ishim bor. Agar doza kelib quyib tekizlab ketdi. Men уже buzdim. Bo'ldi, men yo'qman уже. Qolgan hammasi nervno-мышечная передачani восстанавливать qilish, bu sizning metabolizmingizga bog'liq, bu sizning keyinchalik qilayotgan harakatlaringizga bog'liq, lekin ish qilingan. Понятно. Biz nima qilishimiz mumkin? Shu nervно-мышечная передачani qachon shu effekti остаточный instruksiyasida ham yozilgan. Остаточное явление после ботокса 120 kun degan. Ya'ni bu nervно-мышечная передачani yana yo'lga qo'yib olish, это в ваших руках. Поэтому dmaya qilishadi, mikrotоки qilishadi, hammasi чтобы восстановить. Shuning uchun aytamiz, B guruh vitaminlarini ichmay turing. То есть, как после инсульта мы же хотим вытащить витамины группы B делаем. То же самое при ботоксе. Botoks qilib bo'ldik, endi tezroq yoki kimgadir yoqmadi effekti yoki chiqarib olmoqchimiz. Vitamin B guruhi shu innervatsiyani yaxshilagani uchun, nervно-мышечная передачani hosil bo'lishini yaxshilagani uchun. Это психический biz ular. Ну, я знаю секрет. Возможно. Возможно, да. Я просто хочу сказать, что да, я же до этого говорила, что... Ну почему у вас так было? Во-первых, или дозовая, очень интересно, Нет, или доза была большая. Чистый прокол вены. Ne, unaqa bo'lish kerak emas, chunki botoks missiyada ishlaydi. Потому что оттуда кровь пошла. Ne, Кровить сначала и кровь-то to'xtata olmasdan. Это я хочу, девочки. Я почему этот вопрос поднимаю? Lekin hozir yana bitta masala masala o'rtalar shu botoks masalasi bo'lganda, hozir bizga chetdan har xil botokslar kirib kelyapti. Har xil. Masalan, arzon, haligi qo'lda alohida официальный dokument bilan kirmagan botokslar ham ko'p. Botoksda o'zi asosiysi очищенияsi bor. Ya'ni chuqur очищение bo'lgan, yengil очищение bo'lgan. To'g'ri, buni
endi xalq tushunmasligi mumkin, lekin kosmetolog 100% tushunishi kerak. Agar очищение kam bo'lgan botokslar sizga zo'r ta'sir qiladi, lekin undan keyingisi siz uchun yaxshi emas. Chunki unda toksin ko'p. Toksin ko'pligini hisobiga u sizni qatiradi, zo'r qilib qo'yadi, 1 yilga turib beradi, lekin keyiningiz uchun u yaxshi emas. Agar shular осложнение bo'lsa, sizni осложнениеңiz qolib ketishi ham mumkin. Bir umrga qolishi ham mumkin. Hozir masalan nima bo'ladigan bo'lsa, agar kremni snimat qiladigan bo'lsa, meni ko'zimda ko'rinadi. Chunki missalarda pamyati olib qoladi. Olib qoladi. Missa pamyati olib qoladi. Olib qo'ygandan keyin turadi, nimasi bor. 3 ta hozirgi kunda O'zbekistonda 3 ta zaregistrированный botulotoksin bor. Relatox, Vistabel, Niranox. Qolgan hammasi nesertifitsirованный, то есть hozir qo'llardan ham oddiy insonlar ham sotib kelyapti-da, bizga ham keladi. Qo'lida ham olib keladi. Mana shu narsa qizlar, hammanglar mana shu narsaga e'tibor beraylik-da. Nafaqat mijoz bo'lib borishda yo'q. Yosh mutaxassis qizlarimiz bo'layotgan bo'lsa, undan ko'ra so'raylik, undan ko'ra o'qib qarab olaylik, izlanaylik. No, mana shunaqa asoratlardan nariroq bo'lsak, menimcha o'shanda ayollar go'zal bo'lishdan o'zini tortmaydi. Chunki men o'zimdan hamma narsani tushunib yetib kelganimdan boshlab kosmetolog deb turib, u vas desa, не трогай моё лицо deydigan bo'lib qolganman. Chunki o'ta asabimizga ta'sir qilgan. Asabimga ham ta'sir qilgandan men ana shu siz aytganingizdek 120 kun srokda olishlikda men qiyshayib yurganman. Bir tarafim xuddi qiyshayib, ishib yurgan, bo'lgan, unda eni o'zimni ayblagan. Что noto'g'ri qildingiz, siz bir tarafga qarab yotyapsiz, o'shuncha bunday bo'ldi, anday bo'ldi. Ну что, уже bo'ldi, случилось. Поэтому антидотini bilaman qizlar, если что. Можно. Mutaxassis bilan. Почему? Потому что я говорю, неотложная неврологiyada ishlagan. Insultli kasallarga spastikani yechish uchun ular u narsani qo'llagan. И что мне сделать, как мне это вот сделать deganda, он мне он вот этот вот восстановление вот этих вот свободный радикалlar nima bo'lib, endi ko'zim ko'karib ham qolganligi uchun narsani tavsiyasini bergan. Так что это я могу потом вам сказать за кадром. Botoks haqida yana gapirsak, ko'pchilikda savol bo'ladi. Botoks kimlarga mumkin va yana kimlargadir qilib qo'yish bo'lyapti. Botoks беременный ayollarimizga kategorически mumkin emas. Sizlar xohlasanglar ham mumkin emas, emizikli ayollarimizga mumkin emas. Shuni aniq shu yerda aytib ketishimiz kerak. Kimdir mumkin qilib qo'yib, biz ham eshitamiz-da, qilib qo'ydi, bo'laveradi dedi. Yo'q, mumkin emas. Bu sizni hali mana qizimiz aytdi, boshqa sohalarda ham. Уже botoks ta'siridan har xil kasallik kelib chiqyapti. Buni albatta e'tiborga olamiz va yana keyingi suhbatlarda takror va takrorlab boramiz. Negaki homiladorlik, emiziklik ayollar bular отдельный kategoriya odam hisoblanadi. O'sha periodda negaki o'ziga javob bermaydi-da. Faqat o'zim chiroyli bo'lsam degani bilan u yerda ikkinchi за два организма отвечает degan joy bor. O'shuning uchun uni takrorlab bitta botoks emas, juda ko'p muolaja. Umuman kosmetologiyani inyektsion protseduralar temamiz o'zidan o'zi. Qanaqa tema deganimizda мы не знаем deb boshladik, но вот видите, baribir botuloterapiyani plus va minus taraflari degan уже temasi o'zidan chiqyapti. O'shuni qizlar bugun botoks to'g'risida gapiradigan bo'ldik. Хорошо. Endi mana shunda kimlarga прямой как медицинский показанияsi bor. И kimlarga возрастной. Если будем говорить возрастной, то necha yoshdan rekomendatsiya qilasizlar? Ziyada aytasiz.
o'zi yo'q men endi aytavermayman aytasiz ham ikkalanglarni ham bu haqda ko'p gapirganman, Instagramda ham ko'p gapirganman. to Yana есть qaytarilish uni ham bo'ladi. qo'yib ketamiz, Instagramni отметка qilib qo'yamiz qizlar. Instruksiyasini ochsangiz, bolalarga meditsinskiy показания bo'yicha 2 yoshdan boshlab qo'llash mumkin. Bundan oldin suhbatimizda ham Dilso'pa aytib o'tib ketdi. 200 единицagacha DCPlar bilan boshqa kamchiliklar bilan bolalarda qo'llasa bo'ladi. Lekin kosmetologik показаниyada 2 yoshdan mumkin ekan deb ketmaymiz. Kim birinchi kelsa, ba'zida ayollar keladi 45 yosh. Вот прям самый раз bo'ladi. Kosmetologiyada unaqa yo'q. Kimdir keladi 25 yoshda. Eng meni yosh patsientim 22 yosh bo'lgan, lekin 18 yoshdan уже o'ylab ko'rsa bo'ladi. Lekin 18 yoshda men hali unchalik показания ko'rmadim. Eng yoshim shu, невозможно aktivная mimika tonuslari, mышцалari gipertonusda, уже o'zi ham sezadi buni. Kulganda ham tirishlari pastgacha tushib ketgan yoki qovog'ini solganda уже iz qoldira boshlagan bo'lsa, yosh bo'lishiga qaramasdan qilamiz. Lekin bu yerda bu показаниyadan ham ko'ra oxirgi granitsani gapirib o'tib ketish qiziqroq deb o'ylayman, Dilso'pa. Chunki 45 yosh, 50 yoshda kelishadi. Hech nima qilmaganman. Mana meni endi qilib qo'ying. Qancha uzoq qildirmay yursam, botoks ham umuman kosmetologga bormay yursam, shuncha go'zalman. Hali ham nimalar ko'p, miflar ko'p kosmetologlar haqida. Botoks bu profilaktika. Уже iz tushib bo'lgan bo'lsa, mышцani в покое qoldirsangiz ham, dermada уже изменение bor. Bu boshqa metodlar bilan kurashamiz va уже mышцalar 45-50 yoshda atrofiyaga uchrab boshlaydi. Kichrayib, usihat qilib boshlaydi. Atrofiya desangiz tushunmasligi mumkin, lekin 50 yoshda juda ham qiyin. Biz ozginaroq doza, kichkina doza, tochkalarni ham o'ylab, ummatga tushuntirib, не пугайте меня, вот. Мы показываем зеркало, мы говорим, если мы вот так, у вас опустится бровь, или mana bu tirishingizga ko'nishingiz kerak, ko'zingizni tagini Ziyoda eng 3-stadiyani aytdi-da. Shunaqa holatda lekin bizda kelishni yaxshi ko'rishadi. Bu mana endi botoksga keldim, и как Но katta shakllar uchun shu самое ham. интересное то, что aynan botoksda mana shu yoshda olsa mumkin. Siz aytgandek, o'sha 20 necha yoshda 22 botoks da qilish mumkin emas degan tushuncha ham borda xalqning ichida. Что botoks yo'q, 50 dan o'tganda keyin xo'p. Sizga o'xshab qo'rqib qolganlar bor. O'shanga deb hozir 50 dan oshib borsam, значит, вы меня тоже не примете. Нет, Будет это degan. Вы действительно надо все 30 лет, deb. Поэтому sizda qanday opit bor, tajriba? Men o'sha 18-20 yoshdan mumkin, qachonki ularda mimika bo'ladi. Kimdir qaysidir muskuli yaxshi rivojlangan bo'lardi. Mana yosh bolalarda ko'rsangiz ham yo peshonada yoki qosh o'rtasi yoki quyoshga shunaqa haligi xafa bo'lganda постоянно shu tirishda yuradi. Bu ularda xunik ayollarda hamda juda xunik ko'rsatadigan joy shu qovoq solingan joyida. Shularga mana 18-20 yoshda qizlar bo'lsa, qilamiz, bu zarar emas, mumkin, lekin buni постоянно qildirib yuraman degani emas. Qancha erta boshlasangiz, ular yoziladi. O'sha keyin siz u mimikani qilmaysiz, u joylar unaqa chuqur darajada tirish ham bermaydi. O'sha muskullaringiz xotira olgandan keyin bora-bora botokslaringizni qildirmay ham yashaysiz. Masalan, 25-30 yoshdan olgan deylik, o'sha u 45 dan keyin botoks olmasa ham yashaydi. Chunki uni o'sha muskullari uni saqlab qolganda. Vechniy shuning uchun hali umrim oxirigacha degani emas. Qancha siz to'g'ri, aniq botoks bilan vaqtida shug'ullansa, borsa, u degani o'sha holatini saqlab qoladi. Kosmetologning vazifasi sehrgar emas, yoshartirib qo'ymaydi. Sizni haligi nima deydi, 15 yilga yoshartirib bera olmaydi. Biz 5 yil sizni profilaktika qilib, yoshroq holatingizni saqlab tursak, bu bizni yutug'imiz.
Biz sizga energiya, haligi yuzingiz yoshligidan Конечно, kosmetologga конечно. borib siz olgan Chiroy degan energiya. so'zga aynan ana shu siz O'zingizga xohlagan qarab o'zingizga natijani bo'lgan olib ketasiz. bahoyingizni oshishi. Har bitta ayol kosmetologga borgandan keyin o'zgaradi. Xohlasa ham, xohlamasa ham o'ziga bahosi oshadi, fikrlari o'zgaradi, atrofga o'zgaradi, baribir o'zgaradi u insonlar. Chunki koja защитный funksiyasi, выделительный funksiyasi bor. Uni modda almashuvi joyiga tushgandan keyin tam не только кожа дышит, там и мозг дышит degandek. Bo'lib ham botoks bu sehrgarga yaqinroq. Hatto o'zi rayko krasota deydi. Sразу o'zgarasiz. 15 kunda sразу o'zgarasiz. Fillerda ham sразу o'zgarasiz. Bu eng zo'r narsa. Boramizmi botoks qilgani yo'q. Albatta. Nimadir bo'lgan, sizni strahingizda ham nima bor, o'zini o'rni bor, lekin До этого всё же что-то было мезотерапия там qilib другое. yurganman. Нормально, мне нравилось, я поддерживалась, мезо, потом плазмолифтинг qilganman, sahan qilganman. И тут давай теперь уже, да, deb. И вот этот первый опыт ботокса моего прям на всю жизнь qoldi. Bu ishga qancha bo'ldi deydigan bo'lsak, наверное, точно 8-9 yil bo'ldi. Undan beri Men bitta narsa sizlarni aytmoqchi- Instagraminglarni ochib qo'yaman. Kerak ekan deb. Yo'q, Birinchi unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. U paytlarda agar даже если qon tomirimga tushgan deb qo'rqayotgan bo'lsangiz ham, hozir мы таких глубоких инъекций не делаем. Только в некоторых местах делаем, а в основном это поверхностные папулы, которые прям Necha сразу yil bo'ldi? проходят. 8 yilda. 9 yil bo'lgan bo'lsa, Наверное, yana bitta preparаты, narsa наверное, aytaman, такие были, нет? bizda ham Может, это texnikalar глубокий, avval boshqacha bo'lgan. Chunki bizda to'g'risi medinsta unaqa yuz muskullarni to'la o'rgatilmaydi. Masalan, men kadavr kursiga borib, Piterga borib, o'qib, to'la muskullarni ko'rib, qanaqaligini bilmagunicha biz ham shu o'rgatgan texnika bo'yicha qilardik. Shu boshida bizga chuqur ninani to'la kirgizib ishlaganmizda, hozir bilyapmizki, biz muskullarni qaysidir yo'qqa. Hatto mana ko'z atrofi muskulingiz daftari varag'idaqa bo'ladi. Ishonasizmi? Biz unga chuqur nina sanchib ishlaganmiz. O'sha paytda sizga shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Sizda o'sha boshqa muskulingizga ta'sir qilgan. Yoki botoksda eritishda farq bo'lgan. Agar botoksda eritishda ham juda katta bu texnika, noto'g'ri eritilsa, u siz aytgan tochkaga emas, undan ko'proq tochkaga tarqaydi. Uх ты. Bu ham bitta endi kosmetologlarning bizda bo'lishi mumkin, to'g'ri. ko'proqqa eritsangiz, o'sha katta joyga tarqaydi. Ozroqqa eritsangiz, kichkina joyga, shu joyingiz o'ziga boradi. Endi kosmetologiya, botoks men uchun o'ta qiziqarli narsa. O'zim ham juda yaxshi ko'rib ishlayman. Sevaman desa ham bo'ladi. Menimcha bu narsani orzu qilmagan ayol ham yo'q. Menimcha, chunki men o'zimni mana og'rig'imni hozir ochib o'zimga savollarimga javob oldim. Endi mana shu joyda mana sizlar aytasizlarki 50 dan keyin qiyin deyapsizlar. Endi shunda opalarimiz kelib, misol, "Я хочу тоже" deydigan bo'lsa, ularga ham qilib bersa, keyingi aytiramiz 70 gacha dedik-ku. Yo'q, men shu joyda bitta dedik. men tajribalarimdan kelib chiqib aytmoqman. To'g'ri, 50 yoshdan keyin men ham ko'p qilaman, chunki ko'pchilik shu yoshdan keyin keladi. Chunki o'ziga yoqmaydi, nastrinalar tushgan, e'tibor kamaygan, o'zi kosmetologga vaqti qoladi-da. Keladi, kosmetologga kelgandan keyin faqat bu yoshligingizda qilgan darajada effekt olmaysiz. Effekt olmaydi emas. Lekin siz umuman tirishingiz qolmasdan, umuman haligi 15 yilga yosharib yoki 40 yoshga yoki 35 yoshga o'tib qolmaysiz, lekin ma'lum darajada effekti bo'ladi. Nega bu savolni berdim? Chunki zo'r opalarimiz bor, ustozlarimiz bor. Хочется, чтобы они тоже и молодость, и красоту deganda bu narsalarni ushlab qolishligi, ну, опять-таки tushuncha. Har bitta narsaga e'tibor qiladigan bu tushunchamiz bunaqa bo'lganligi uchun ozgina o'zini tortadi. Yo'q, немножко мимикой расправлять qilsak, ozgina взгляд распахнется, немножечко выразительный взгляд станет degan narsalarni yetkazadigan bo'lsak, menimcha Bo'ladi. opalarimizni ham
keyin holatiga ham qaraysiz. Kimdir o'ta наследственный yosh ko'rinadi, kimdir terisi vasha zo'r. Ishonasizmi, 50 yosh, 25 yoshlarda terisi taqa terilar bor. O'zim bitta o'rtog'im bor, hayron qolaman-da. Hech nima qilmaydi, lekin zo'r deng. Yo'q, kosmetologiyani muolajan olsa hamchi, haligi благодарный teri deydi-ku, sразу effekt oladi-da. Shunaqa terilar bor, ular ham e'tiborga olinadi. Endi umuman qaralmagan, gipotireoz, qanaqadir stresslarda yashagan, hayotda shunaqa nimalarda o'tgan, ularga endi biz unaqa darajada qilib bera olmaymiz. Ular xirurgga borsa zo'r bo'lib qoladi. Вот mana shu joyda Dilfuza opa bitta gapni aytib o'tib ketishim kerak. Bizda ayollar qo'rqadi, oldin kosmetologda yoshligida qo'rqadi. Oxiri уже plastik xirurgga boradigan mahalda kosmetologga keladi, undan shuni talab qiladi. Chunki xirurgga borsa bu полноценная операция, это уже вообще большой страх. И ular kosmetologdan, kosmetologiya bu unaqa operatsionniy mas'ul. Hattoki blefaroplastikaga ham hozir rozi bo'layotgan ayollarimiz bor. Даже не просто blefaroplastika, даже mana bunaqa joyda chandiq bilan kelgan nechta bo'lyapti hozir. Tortib, kesib qo'ygan, endi boshqalarda noto'g'ri deymiz, lekin buni o'zining mutaxassislari bor. Даже vrach qilish kerak emas, buni xirurg qilish kerak. Xirurg, vrach, который xirurg. Bizdan shunaqa narsani talab qilganda shu kosmetologiyani jiddiy og'riqli joyi, ozgina og'riqli joyi, kosmetologlar hozir aktivni, intensivni preparatlar, yangiliklar qidirishga o'tib ketdi. Ya'ni bunisini reklamasida zo'r qilib yuboradi, bunchada ertasiga uni reklamasida bitta preparat, rosa ko'p. Shu dorini bilasizmi deb kelishadi. Aytganimizdek, sertifikatlanmagan, bizda litsenziyadan o'tmagan yoki sertifikatdan o'tmagan. U даже preparat tarkibini ham bilmaymiz biz ba'zida gohida. Tushuntirishga boshlaymiz. Shunaqa pogoniya boshlanadi keyin. Bormay kosmetologga bir borgandan keyin effektini ko'radi, deylik, botoksdan keyin mezoterapiya, revitalizatsiya, 5 точек hamma yoqda oladi. Keyin уже yana ham ko'proq effekt xohlaydi. И уже прям чуть ли не kosmetologdan meni kesib, boshqatdan yasab, yamab qo'y deb. Siz yo'q deysiz, masalan, vrach kosmetologlar hech qachon unaqa ishlarni qilmaydi xonasida. Mana shu joyda bu savolni bermaslikka iloji yo'q, negaki есть estetik kosmetologiya, да, то есть apparatlar bilan вот этот смаз-лифтинг Andijonda bormi desa ham bitta ikkita joylarda bor ekan. Bunga qanday fikr bildirasizlar? Zo'r. То есть muolajalardan keyin смаз-лифтинг olish kerakmi yoki ularni o'rnini bosadimi u apparat? Men shu joyda bitta narsa aytib ketmoqchiman. Shu kosmetologiya ichida ko'pchilik anaqa ko'p shu sohada, mana chet elda boshqa ko'p anaqalarda ko'rdik, tajribalar ko'rdik. Apparatning kosmetologiya alohida soha. Alohida soha. Apparatni jicha o'rganib olib ishlash emas. U o'sha insonni shunaqa, bu nurda ishlaydi. Lazer это nur. Nur bo'lgandan keyin bu sizni teringizga kiradimi? Qaysi joygacha boradi? Qanaqa to'la bilish kerak. Hozir apparat sotib olgan ko'p ishlayapti, lekin uni inson organizmi uchun zararini, boshqasini точно bilish kerak. Holatiga qarab qilish kerak. Hozir mana smart liftinglar chiqdi boshqa. Baribir o'shani ham o'zini mutaxassisi, sohasini egasi ishlash kerak. То есть meni tushunishim bo'yicha, masalan, borib protsedurani oldi, protsedurani olgandan keyin apparatniga borib uni поддержка qilmaydi. Apparatni o'zini vazifasi bor, kosmetologning o'zini vazifasi bor. Agar masalan men smart lifting bo'lsa, men to'g'ri smart lifting haqida o'qimaganman, lazer apparatni, lekin bilganlarim, agar yuzga masalan kosmetologga nit qo'ydirgan bo'lsa, smart lifting qildira olmaydi. Hozir deyarli juda ko'p odam, по-моему, shunaqa tochkalarini bilish kerak-da. Agar ko'p nitlar ko'rsatmalari bo'yicha. Chunki apparat sizga nur bilan yopishtiradi. Sizni ichingizda nit bo'ladi. Nit ham yashaydi. U yerda fibroz hosil turadi sizni teringizda. Kosmetologiya o'ta qiziq narsa. Zo'r. Apparatlar ham sпрос рождает предложение degandek, juda ham krutoy, zo'r apparatlar bor. Juda ham yaxshi apparatlar bor, rostdan ham effekt beradigan. Eng birinchi apparatni tanlash kerak, undan keyin не менее важно выбрать правильного специалиста. Ya'ni bitta apparatda men Respublikanskiy sentr dermatologiya, kosmetologiyada malaka oshirganman. Shu yerda
12 ta apparat bor. Har biri mashina desa bo'ladi. Avtomobilning narxidan ham qimmat. Birinchidan zo'r apparat qo'yish kerak. Ikkinchidan, qarang, zo'r apparatdan effektini ko'rgandan keyin Xitoy juda ham aqlli. Vesh Xitoy shu apparatni arzonroq 5 ming, 10 ming, 20 ming dollarliklarda ham предлагать qilishni boshladi. Unda effekt unaqa emas. Shuning uchun ko'pchilik разочарованияsi ham shunga bog'liq. Yoki аппарат zo'r emas, yoki специалист недостаточно квалифицированный. Lekin это будущее косметологии, но инъекционную отменить нельзя. Это свой Я shunga aytyapman-da, вот если мы инъекционную не отменяем, показания deyarli 90% мы сейчас видим инъекционные, и bizni tushunchalarimiz ham faqat inъекционный kosmetologiyaga и именно qo'l bilan preparat bilan ishlaydigan kosmetologlar bilan tushunchamiz shunga hozir hosil bo'lgan-a. No, siz aytyapsiz kelajak baribir apparatniga deganda. Bularda ikkalasini точка приложенияsi billa ishlashga определенное количество vaqt это hozir balkim noto'g'ri taqqoslayotgandirman. Misol aytaylik, да, вылечился и пошел на физиотерапию deydigan holatda degandek o'shaqa taqqoslasam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Vaqti bor, masalan, inyeksiyadan qanchadir vaqt o'tgandan keyin между ними должно быть достаточно пройти время, чтобы bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun. Boshqa. Masalan, hozir bizda rosa kuperoz ko'paydi. Hozirgi ayollarimiz menga murojaat qilishyapti. 3 tadan 2 tasi yuzim qizaryapti, qichishyapti, qiziyapti, tomirchalar, sosudlar deyapti. Buni biz ham davolaymiz, lekin bizdan ko'ra apparat yaxshi davolaydi. Вот, sizga bitta yo'nalishi tam определенный biz davolaymiz. Bizniki biz mana yengilrog'ini davolaymiz. O'zgarishlar o'zini. Lekin kuchlik, uni shu Ziyoda aytgandek, kuchli apparat bor. Apparat zo'r davolab beradi. Men o'zim shuni ko'rdimda, shunaqalarni biz apparatga olishimiz kerak. To'g'ri masala qo'ydingiz. Shu hammasini o'zini sohasi nimasi bor. Diagnozi bor. Demak, bu apparatna foydasi bor. Точно так же, как отдельный специальный yo'nalish. Они не всегда bir-biriga to'g'ri keladi. Ну, можно сочетать и нужно сочетать. Всегда, только выждать между процедурами время. Все, так идеально, zo'r. Zo'r. Просто men bu savolni ham ko'targanim sababi o'ylayapsiz o'zingiz qaysinga borsam ekan. Botoksdan qo'ydingiz. Arzon bo'lolmaydi. Да, процедура arzon emas. И потом men просто Andijonda o'sha siz aytgan mashinalar degandek, u mashinalarni ko'rdim, nima qildim. И u mashinalarni ishlatishni yondoshayotgan joyda menda mana shu savol tug'ildi-da. Почему такие машины? Это же вот, да, действительно, это же не просто так, это не Xitoy. Это нет, а почему buni ishlatishda nima bo'lyapti degan savol menda ochiq qolgan. Hozir shu narsani lazer bilan deganiga ko'tardim. Так что menimcha bugunga mana shu joyda botulotoksin bilanlar qizlar hali meza bor, hali meza bor, hali niti bor. Lekin faqat kosmetologiyani ochsangiz-chi tugamaydi bu tema. Kecha kunduz zerikarlik emas, qiziqarli har bu doim. Bu yaxshilikka. O'ylaymanki, mana shu podkastni eshitib ham ko'p narsani o'zgartira olamiz и tushunamiz, что это все равно rivojlangan sari bu boshlanishi qizlar, bu podkastlar inshaalloh podkastlarni qilamiz, ana shu mastermind deb master klasslar balkim qilarmiz. Ну, temalar ko'p, vebinarlar, ularni usiz ham qilyapmiz, lekin shuni formatini boshqacharoq qilib, kengaytirib, bu to'g'risida все обсуждаемо, hamma narsani muhokama qiladigan bo'lsak, вот menga o'xshab o'tirmasdan 9 yil borida yoshlik ilishib qoladi degan narsalar chiqadi deb o'ylayman. O'shuning uchun qizlar, rahmat kelganinglarga. Birinchi podkast qilish ozgina ответственно, но sizlar bilan shunaqa maza qildim.
bilinmadi vaqt o'tganini. Shu joyda Rahmat. bitta narsa aytib ketmoqchiman. Bitta meni nimam bor. Xayr oluvchi va xayr beruvchi qiyin degan qonun bor. Shuning uchun bizni eshitganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Va sizlar uchun biz kelishgan holatda 3 ta patsientni qabul qilib botoks qilib beramiz. Qizlar, Sizlar uchun bu bekorga o'tmabdi vaqtimiz, qaranglar. Men вообще Bundesmuzika aytmadi, hozir tug'ildi. hozir tug'ilib ketdi va shu hayolimda men o'zimcha sizlarga endi, конечно, bu aytganimizdek u apparatlar baribir mablag', baribir bu narsani hammasini inobatga olgan holatda o'zimcha o'ylayotgandim. Bitta jumadan keyin bitta patsientni ola olasizlarmi deb hozir nima qilaylikmi desa 3 ta devordi. Chunki Ramazon oyi, boy ehson oyi, juda ham chiroyli oy, Xudo xolasa. Iltizoxon 3 tani savol. Savolimiz bor ekan qizlar, tugatmayapmiz ekan. Rasulullohdan assalomu alaykum Dilfuza opa, yuzdagi chandiqlarni ham yo'qotsa bo'ladimi? Yuzimda juda ko'p chandiqlar va shramlar, dog'lar bor. Albatta, mana bizning temamiz hozir shu tema bo'ldi. Chandiqlarni davolash mumkin. Mana shu chandiqlar zo'r tema bo'ldi. Oldin mana kosmetolog buni siz aytgandek qo'shsa bo'ladimi apparatni deganingiz. Oldin mana kosmetolog buni davolab, terisini yaxshilab bergandan keyin apparatga olib, apparatda davolanadi. Mana shu tema bo'ldi. Ikkovi совместно ishlatiladi. Demak, o'sha aytganimizdek по показаниям точка приложения degan joyi bo'lar ekan. Так что ilojisi bor ekan. Mana shu Mohinur paytdan foydalanib oling. Bizda juda ko'p lekin Dilfuza opa srazu effekt xohlashadi. Masalan, apparatga kelganimizda ham nimaga bizda Andijonda juda ham rivojlanib oldiga ketib qolmadi? Aytganimdek, mashinalar juda qimmat, mashina deymagani. Bu apparatlar juda qimmat. 180 ming, 100 ming, 150 ming dollar yaxshi ishlaydigani. Va bunda protsedura ham qimmat. 400-500 dollarga siz protsedura qildirasiz. Bizda ozgina endi mana tibbiy madaniyat oshyapti patsientlarimiz, lekin ular 400-500 dollarga sizdan явно 20 yilga boshqacha yuz qilib qo'yishingizni xohlashadi. Lekin bu stimulyatsiya kollagena, elastina qanaqa qiyin protsessdir. Bunga qanaqa biz harakat qilamiz и ожиданиялari har doim ko'p bo'ladi ularda. 500 dollar finans tomoni jicha bor. 400-500 dollar berib endi o'rganyapmiz. Mezoterapiyalarga endi o'rgatib oldik deydi-ku bizning xalqimiz. U ham bo'ladi. Bo'lganda u ham bo'ladi. Bu qizda ham problemasi Dilfuza opa aytgandek, da, sabr kerak, to'g'rimi? Dilfuza opa, vaqt и sabr kerak. Kosmetolog, пожалуйста, Kelish kerak, qunt qilib yurish kerak, protseduralarga effekt olsa bo'ladi. Albatta shramingiz ketadi. Да. Shram ketsa bo'ladi. No, meni tushunishimcha ko'p deyishidan, наверное, это после Endi shramda qanaqaligi ham bu katta temada. Mana kosmetologiya degani bu meditsina to'liq ichiga oladi. Kosmetolog emas, mana nimaga endokrinolog yo'qdim. Endokrinolog bo'lishingiz kerak. Birinchi o'rinda psixolog bo'lishingiz kerak. Nevropatolog bo'lishingiz kerak. Dietolog bo'lishingiz kerak. Chunki sog'lom hayotni o'rgatish kerak. Hammasini bu masala hozir bu shramni qanaqaligini bilish kerak. Bunga qarab lecheniya olib borish kerak. Shram bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun haligi 100% garantiya hech bera olmaymiz, lekin kelsangiz shramni ko'rib, unga qarab lecheniya qilib beramiz. Bugungi suhbatimiz agar mana shu joyda to'xtaydigan bo'lsak, keyingi suhbatni ham va'da beringlar, chaqirsak kelasizlar. Har doim tayyormiz. Chunki o'zingiz aytyapsiz, целый soha. Bu sohalarni o'sha boshidan boshlab birinchi bo'lib olib chiqadigan sohalar bu ginekologiya, bu kosmetologiya bo'lganida, o'shuning uchun mana shulardan boshladik. U yog'iga psixologiya это вообще meni отдельный nimam. O'shuning uchun mana shu 3 ta yo'nalishda boshlaymiz, sekin-sekin keyin estetik taraflarni ham bitta narsa gapirmoqchiman. Hozir bizchi yuqoridan boshladik-da o'zi. Aslida biz bugun temani yuz parvarishidan, oddiy narsalardan boshlab turib, keyin botoksga ketishimiz kerak edi.
lekin biz teparoqdan boshladik. Hamma o'zini to'g'risi. og'rig'ini gapiradi. Mendan o'zim og'rig'imdan olib Agar ketdim. sizlarga qiziq bo'lsa, yozinglar. Mana qirolichalar makoniga, men o'zimga, Ziyodaga, Ziyoda Instagramlarga hammasini- qaysi tema qiziq bo'lsa, biz shu temada gapirib berishga, sizlarga kerakli bo'lgan maslahatni berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Biz ochiqmiz bu yerda hech qanaqa tayyorgarliksiz mana shunaqa ochiq suhbat bo'lganligi uchun keyingi podkastimiz qayerda ilinib qolib qaysi mavzuda ketishligini ham biz bilmaymiz. Sizlar bizga yordam berishliginglar uchun pожеланияларni yozinglar, kommentariy qoldiringlar. Mana bu mavzuda deb o'shini balkim biz sizlarni savolinglarni yana ham Kengaytiramiz. kengaytirib olib chiqishimiz mumkin. Sizlarga foydamiz tegsa xursandmiz. Qizlar, suhbatlashib yana bir bor maza qildim. Doim mana shunday o'z kasbimizda, o'z o'rnimizda, o'z hayotimizda qirolicha bo'lib yashashlikni tilab qolaman. Har bir ayolga, o'shalarning qatorida sizlarga ham kelganinglar uchun rahmat. Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Juda qiziqarli suhbat bo'ldi.